Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkil için imka fakat akil Vay ikil bilem pemdur İgem yocayi abi Ay ölmeydigan kim var ya Ular Cumhuriyet g'albalarining ne'matlariga eg'iz tekkan. Mahkumiyet zarbalarining qismatlarida zulm chekkan. Vatanning hurligi uchun jon fido etgan shu jangovar ajdodlarning avlodlaridir. Ular bir umr vatan deb ahuzar chekkan. Veya hürlük deb, iman deb, pak yaşap ötken. Veya şehit, gazi bulup visalga yetken şu kadirdan ecdatlarının yaldamılarıdır. Ular jangahlardan qabrlargacha oqqan qonlardan ozuqlangan bir tavarruk jon. Ular vatansizlik borallarda to'lib müdürüp, ölümning hanlarida yo'llarini davom qilgan to'xtamas karvon. Ular güzel hayat izlep, gayret tevekküller kılgan addi bir insan. Şundaq. Ular bir bütün milletning barliq tabiqalarini o'zlari mujassam qilgan muhojiratdagi tunji Uyg'urlar to'plamining peshqadamlaridir. Ularning ko'rgan anglag'anlardan hosil bo'lgan mazkur film ayni zamondan bugunga qadar duch kelayotgan qismatlarimiz bilan taqdir peshonlarimiz orasida javobsiz qolgan nurg'un savollarimizga tadqiq qilishga arzigidek javoblarni bermoqda. Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga hoş geldinglar.
Bugünkü Hayat Şahitler programımız arkalık sizler bilen yüz görüşkenligim için nayet hoşalmen. Aziz qarindoshlar, bugünkü Hayat Şahitler programımızın yeni sanı da Kırgızstan'ın Bishkek şehrdeki ittifaq cemiyetinde işlep turayotgan pişqadam Uygurlarımızdan Ekbercan akının hayatını sizlerge tanıştırıp etimiz. Diqqatinglar ekranda bolsun. Benim ismim Ekbercan Baudun. Ben 1942-yili Ulcu şehir tug'ilgan. Benim buvam aytgan cho'ng dadam Eminjon Bahaudun 1889-yil tug'ildi Ulcu şehrida. O adam tarixchi bo'lgan. Uning ili tarihi degan kitobining qo'lyozmasi Urumchida saqlangan. Ben o'shani yaqinda tayyorlab nashrdan chiqaryapman. Xudoy mirsi berib ko'zi chiqdi degan umidim bor. Dadam bo'lsa Abdurashid Imin. Bu kishi Uljuda gimnaziyani Xitoy tilida tugatgan. 40-yildan tortib 45-yilgacha Iligizda tarjimon ham muharrir bo'lib ishlagan. Keyin Ozod Sharq Turkiston yetishildi. 1948-yilda ittifoq qurilganda Şinjan Tinch demokratiyani himoya qilish ittifoq qurilgan shu yerdan yetkilib, bu yerda aytganda siyosiy observator, muxbir ham tarjimon bo'lib Ahmad Efendilar bilan ishladi. O'sha umr bitim jarayonida bizning vakillarimiz birinchi bo'lgan vaqtida dadam shu vakillar bilan tarjimon bo'lib qatnashgan. Bunun başka dadamninki yazgan şiirleri, hikayeleri ilgisizde başka gezler davamlı bislip turgan. Onun şiir hikayelerini ben ayrım kitap kılıp Uygurca 97'li Bishkek çıkardım. Yani ben kessem ben 1959'li ili erle toluk otur mektebi tutup Ürümçi'de Şinjan Üniversitesi'ndeki Maşinsazlık fakültesi okusuştum. Bu yerde bir yerimizde okugandan keyin 1960-yılı dekabrda apam bilen 3 sınıf bilen Sevitbaq çıkıp kettik. Yani bir dadam to'g'ri eslar, dadam Abdurashid Imin 1949-yılı 27 Ağustos'ta aytganda hozirgi Xitoy hukumatining aytishi bo'yicha Sharq Turkiston hukumatining vakilleri Beijing uçup ketip samolyot qazo bo'ldi degan narsa bilan vafot bo'lgan. Ularning qabri hozir Uljuda bag'ishida turdi. Men bir o'g'il, ya'ni 3 singlim bor. Biz 61-yil yanvardan tortib Bishkek shahrida yashaymiz. Opam tek hayat 88 yosh kirdi. Singillarimiz ham turmush qilib, hamma balchaqlik qilib ketdi. Men o'ylandim, mening hozir İki oğlum var, bir oğlum kaza olup gitti, bir oğlum, bir kızım var. Oğlum Medisina Akademiyasını tüketip vraç olup işleydi. Kızım bir üniversiteni tüyevatıdı. Rossiyski üniversiteni tüyevatıdı, yakın iş çıkıldı. Yani ben bir çıkandan keyin biraz til öğreniş jarayonida da 1963-yili Kırgızistan Devlet Üniversitesi'ndeki Hizmet Fakültesi okuşup onu 69 yıl tükettim. Tüketkendiğim keyin 2 yıl mektepte muallim olup işledim. Keyin 4 yıl Politeknik İnstitut'ta 3 yıl preparator olup işledim. Bunun keyin производствоga çıkıp 83 yılgacha her türlü hizmetler buldum. 1983 yıldan 98 yılgacha Kırgızistan Fanlar Akademiyasida işledim. Şu işler jarayonida ben Meşet Atağlık bizim adı akademimiz İsacan Narımbayev bilan tanışıp o kişininki yardım bilan Kırgızistan Fanlar Akademiyasi Felsefe İnstitutiga aspirantlık düştüm. Aspirantını tüydüp 1990-yılı Uygur mutafakkirlerinin adab ahlak göz karşı degan temada dissertasiya yazdım. 91-yilda Moskvada bana felsefe fanlarining kandidati degan diplomni o'tib berdi. O arada o'sha saylimiz Rashid qanamisi Moskva tahsil qilayotgan vaqt Moskvada. 98-yildan tortib bizning Milliy Qirg'iziston Milliy Universitetida
Uyghur filologiya fakültesi açılgan. Ben şu fakültede 13 yıl işledim. Yerde felsefe, tarihi boyunca, anlasın Uyghur edebiyatı boyunca derslerini verdim. Doçent olup işledim. Bu fakülte 2011 yılında fakülte yapılıp kaldı. Bunun sebebi bir yerde bizden fakültede köprek Kazakistan'dan yaşlar kelip okuttı. Kırgızistan'daki Uyghur yaşlar okuttı. Bir yerde şu vakitlarda bir qancha qitim inqiloblar bo'lib qalamqon bo'lg'achqa Almatıdaki bizning Uyghur otaları bolalarni evetishdan ansirab o'qish tushadigan bolalar bo'lmay qolgani uchun fakultet yopilib qoldi. Men uni o'sha ittifoq gazetasi redaktor ishlayapman. Bunday aytganda biz bu ittifoq jamiyatini bir yerda Muzaffar Qurbonov degan shoir og'aynam bor. Shu Sabit Bobojonovlar bilan 1998 yılı bir yıl tayyorlik qilib 1989 yılı 17 dekabr kuni qurib chiqqan edik. Shu ittifoq jamiyatini qurg'uvchilarning birisi men desam bo'ladi. Keyin 1994 yılı ittifoq jamiyatiningki organ geziti ittifoq gezetini ishlab chiqdik. Uni qurdik. Ministrning tasvir etib 1994 yılı martdan boshlab ittifoq geziti chiqishga boshladi. Shu gezitning dastlab sonlari 3 son qo'l bilan yozildi. Bizde vaqtida mashiniki bo'lmagan emas, ham kompyuter bo'lgan emas. Ondan keyin bizga bir vatandoshimiz mashinka qo'li bosilgan mashinkani ochib berdi Urumchidan. Shuni uygunib 1,5 yil 18 nomerini men mashinkada besib gezitimizni chiqarib turdik. Keyin 97 yilga kelgan vaqtimizda kompyuterni programmani elib, kompyuter sepilib, gezit kompyuter naboridan chiqadigan bo'ldi. Shu davrlarda men ittifoq gezitining muavin redaktori bo'lib ishlab keldim. Şu oxirgi vaqtida, şu universitet ishlayotgan vaqtimda 2009 yılı vaqtida ittifoqning raisi Dilmurod Akbarov vaqtida meni o'sha redaksiyaga chaqirib, vaqtimda redaktorlikda ishlab yurdim. Redaktor bo'lganda meni redaktorga qo'yib qo'ydi. Men redaktor bo'lib ishlayotganimda o'sha 4 yildan ishim qoldi. Dadam men boy deb ketdim. Benim babam özü tarihçi bo'lganligi uchun tarixni yeyish jarayonida u kishi o'ris tilini o'rgangan, xitoy tilini o'zligidan o'rgangan, mo'ng'ul tillarini o'zligidan o'rgangan. Shuning uchun babam bolalarni har xil tillarda o'qitishni orzu qilib, dadamni kichik vaqtida, даже shu 5 yosh, 6 yosh vaqtlardan tatibla bolam dadasiga xitoy tilini o'rgatib, boshlang'ich ma'lumotni bergandan keyin 1936 yılı 34 yılı G'uljik'a kelib, Tuman Chapchal rayonida Xitoy boshlang'ich maktab berdi. Dadam oldida Xitoy boshlang'ich maktabni o'qib, uni tugatgandan keyin, 36 yil 40 yilgacha endi gimnaziyasini Xitoy til sinfini bitib chiqdi. Nima shu davrlarda Uyg'ur ziyolilar ichida Xitoy tilini o'qigan odamlar oz bo'lgan. Bu bir. İkincisi özü edebiyat qiziqqan, she'rlarni yozib yurgan, hikoyalarni yozib yurgan kishi bo'lg'achqa gimnaziyadan bitgandan keyin Ellik institutxonasiga ishga o'rnashdi. Shu vaqtlarda Ellik institutxonasida Anvar Nasiriy o'xshash talantli shoirlar ishlayotgan vaqt bo'lganligi uchun dadam shular bilan birga ishlab, uzun vaqt shular bilan birga xizmat qilgan. Endi u yozgan she'rlari, hikoyalari shu davrda gazeta sayflarida besilgan. Ayrım bu kitap çıkan emas. Çünkü okullarda yalnız uzlamaz bütün ülke boyunca kitap çıkış mürekkep işler bo'lganda da. Şu yılları mesela 47 yılı şair Alkamak'tan bilen Muhammed Nuruzov ikisi birlikte almanak çıkargan. 47 yılı G'uljida.
Ana shu almanakka şu devri yazıp жүрген şair yazuvchilarning mesela Anvar Nasirniki, Lütfü Mutalibninki, Alqar Maqdam qatorliq şairlarning yazuvchilarimizning masalan Zunun Qadiriga o'xshash, Ziya Samadga o'xshash yazuvchilarimizning hikoyalari, o'g'incham dramalar kirgizilgan almanak chiqqan. Shu almanakda dadamning bir hikoyasi bor. Şu devirlerde şu edebiyat qiziqarligi uchun bir tarafdan gez ishlaydi, yana bir tarafdan o'zi yozgan she'r hikoyalarini gez sahifasida beslab turgan. Endi u materiallar bizdan aytib kam. O'zining qo'l yozmasi bilan ko'chirib chiqqan matbuot alining qana she'r hikoyalarini bir ikki daftarga ko'chirib chiqqan daftarni men o'z ko'zim bilan ko'rgan edim. Bu ikki qo'l yozma, birisida she'rlar to'plami, yana birisida hikoyalar to'plami. Men 59 yıl Ürümçi okuş kessem, Gülcü'den bir iki adam gelip bizden öydün apamdan bu kitapları kolayızmız, biz besler, biz o şey kitap çıkarımız deyip ip ketken iken. Şunun için o yok kaldı. Biz bu yakı çıkan deyin ki 1985 yılı Almutu'da bu Saud Mollavdi degen yazıcı akimiz bu Almutu'daki bir alimninki uydan qo'lyozmalarni tepib, shu qo'lyozmalar bir qancha qo'lyozmalarninki nimalar ba'zilarininki kitob bo'lib chiqqan. Masalan, Qadrasanov o'z vaqtida 45-yildan 50-yilgacha shu bizningki O'zbekistondagi shoirlarning, yozuvchilarning hikoyalarini, she'rlarini to'plab chiqargan. Ular Olmutiga avatib berib, Olmutida kitob bo'lib chiqqan. Masalan, shu vaqtida Lütfü Mutalibniki, Anlaskinizde umudum baş Tepcan Elif'ninki, Nur Mehmet Bosak'ninki şehirler toplumları 49. 50. yılları Almut'a çıkan. Şu devirlerde dadamı özünün kol yazmasını 11 şehri bilen 3 hikayesini Qadrasanov öğretmegen iken. Şu kol yazma 1985 yılı Saud Mollavdi gazetda e'lon qilgandan keyin men o qo'l yozmani Olmutidan ekilib 1997 yılı ayrim bir kitap qilib nashrni chiqardik. Ana dadamninki şu inqilob davrida bo'libmi 44 yildan 49 yilgacha Sharq Turkiston hukumati davrida asos jihatdan xizmati birinchi gez sahifasida ishlagan bo'lsa, keyin hayoti Ahmad Efendi bilan birga har qanday baga vaqtida birga berib, birinchi tarjimon, ikkinchisi как jurnalist qatori ishlab ketgan. Bu Beijing bo'lgan safardimi dadam aytganda ham tarjimon hem jurnalist qatorida shu kachto Beijing borgan safarga. Endi yosh katta vaqtida dadam 27 yaş, 22 yil tug'ilgan. Biz 4 bal qoldik. Shundan keyin bizning onamiz o'z tarbiyasi bilan bizni tarbiyalab chiqdi. Dadam to'g'ri aytmasam ashunchalik. Endi men dadam vafot bo'lgan 7 yoshda qoldim. Mening kichik singlim deb tug'ilmagan. Apamning qo'sida 49 yilni qilib, singlim 50 yili yanvarda tug'ildi. Yodgor endi singlim hozir bular hammasi hayot, Bishkekda yashaymiz. Endi bundaq bir narsa aytib qo'yish kerak. Biz Qirg'iziston yoki chet mamlakatlarga chiqish yo'li har turli bo'ldimi? Shu 49 yil davrladimi yo unidan burunmi men bilmayman. Mening buvam Iminjon Bahovuddin bunday aytganda Sovet konstitutsiyasi vujudida ishlayotgan davrlarda bular o'zlariga pasport yozdirib qo'ygan ekan. Pasport. Заграничный pasport. Sovet ittifoqining chet eldagi grajdani degan pasportni ishlatib qo'ygan ekan. U buvimizdan keyin dadamga ishlab mixtu konstitutsiya keyin ular ikkinchisi tugab ketgandan keyin buvam 48 yil vafot bo'ldi, dadam 49 yil. Men Urumchiga 59 o'qish ketgan vaqtimda bu konstitutsiyadan opamni chaqirtib, sizlarning masalan yo'ldoshingiz dadasininki Sovet grajdanligini bilamsiz degan dadam opam bilmaydigini aytganda, mana ularning pasportlari bor, hamdonlari bor. Biz pasportlarni yepish olib turyapmiz. Bütün grajdanlarimizni davatimiz, grajdan xalqlar Sovet ittifoqi chiqib ketsa ruxsat. Agar qalbimiz degan bo'lsa, biz pasportlarni yo'qotamiz degan narsani o'tirib qo'yganda,
Apam bana xat yazıp, qanday qilamiz deb masala tushdi. Men onun için 1960 yıl olacak kelib, ortiqalarda maslahatlashib, mashaq sayt chiqishni loyiq topdik. Shu dadamning pasporti asosida men pasport ishlab chiqarib berdi. Kunsizda. Shuna biz 60-yil dekabrda Sovet grajdonlarining nimasi bilan konsulsiyasining nimasi bilan bir top semya dekabrning oxirgi kunlari avtobuslardan bizni Udul Bishkekka keldi. Bizni Bishkekka kelishimiz sebep bizni oldimizda 58 yılı apamның inisi bizning tağam burun chiqib ketgan. Ular meşe o'rnashib qolg'ashqa biz mana shu adres bo'yicha tağamlarning uyini plan qilib Bishkekka chiqdik. Burga chiqqandan keyin men 2 yil zavod ishildim. Keyin Şinjan universitetida o'qigan spravkalarim bo'lg'ashqa men shular asosida bu yoqqa o'qishga tushib o'qishimni bu yoqda almashtirib tugatdim. Biz ittifoq jamiyat qurilgandan keyin 89 yılı bir yildan keyin 2009 men 1990 yildan tortib bu esir yo'qolishga boshlandi. 91 yildan tortib Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va boshqa O'rta Osiyo davlatlar o'zgarib ketdi. Uning oldida esir vaqtida Olmaotada bunday aytganda kommunizm tug'i Yangi hayot degan gazetlar chiqib turgan. O gazetlarni bizning Qirg'izistondagi butun Uyg'urlar podpiska bilan olibdik. Через pochtadan uylarimiz ekib beradi. Bu esir yulib bo'lgandan keyin Olmaotada chiqayotgan kommunizm tug'i gazeti Qozog'istonning gazeti bo'lib qoldi, Uyg'ur ovoziga o'zgarib. Ularning bu yoqqa kelishi yo'qolib qoldi. Shundan shu bir mezgil Qirg'izistondagi Uyg'urlar gazetisiz bo'lib qoldi. Şundan 94 yıldan başlap yanvarda biz meyde ittifakının uğrayan gezisini çıkaralım deb şunu asas kılıp minüsünü ruhsat edip gezisini çıkarışa başladık. Asası maksat bu Kırgızistan'daki bu atkan siyasi ahvalla Uygurlar'daki tarihi, til, edebiyat, medeniyet doğrusu materyallarını bu gezide yoğurtuşunu plan kıldı. Şu narsalar biz hazırlık ketiyatımız. Destekli san, destekli numarımız 1000 nüskada çıkan olsa, Hacı İttifak Gezisi'ndeki sani 5000 gitti. Asas cihetten Kırgızistan'daki bizim Uygur kırındaşlarımız bu gezisini patpis kılıp mahallenin yigit başlarının yardımıyla tarqıldı. 2000'e yakın nüska Kazakistan'a tarqıldı. Yani bir yerde biz bunu aytganda, şu Kırgızistan'da yaşayotgan Uygurlarning turmuş hayat doğruluk ve birek bilimiz. Ondan başka gezitimizde Kırgızistan bo'layotgan siyasi ahvollarni bilimiz. Kırgızistan prezidentniki ukazlarını, Kırgızistan birgisi yangiliklarni bo'lgan siyasi ahvollarni birinchi, ikkinchi betlarda berib turibmiz. Ondan keyin dunyo xabarlarini bo'lganda butunlay asos jihatdan dunyo Uyg'ur qurultiyi, Rabiya xonim boshliq dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlari yo'riladi. Ondan başka asosiy ko'proq narsa bizni qiziqtirgan vatanda bo'layotgan ahvollar. Vatanda qayerda, qanday ahvol yuz berdi? Nima bo'lyapti? Masalan, Xitoyning bugungi kunlikda Uyg'urlar bo'layotgan tutayotgan siyosat qanday? Masalan, biz deymiz, birinchi o'chirtda Uyg'ur xalqini Uyg'uristonda sonni ozaytirish uchun necha yildan beri ko'plab, necha minglab, millionlab Xitoy ko'chmanlar ko'chib chiqqan masalalar. Onun tug'ut cheklash masalaları, hozirgi keyingi vaqtida qo'sh tillik siyosatni yurgizib, Uyg'ur tilini yo'qotayotgan masala to'g'risidagi narsani ko'proq biz bilamiz. Chunki bu problema ham Uyg'urlarni bir qiziqtiradigan, aytganda, ansiradigan bir problem bo'lg'achqa biz bezin ish materialini beramiz. Endi bunda aytganda, shu narsani berishimizda biz Qirg'iziston demokrat davlat bo'lg'achqa, shu narsalarga ya'ni Kırgızistan bilan Xitoy hukumat o'rtasidagi ba'zi narsalarga ta'sir etmaslik asosida shu materialni loyihada berib kelyapmiz. O materiallarni biz o'zimiz yozmaymiz, ko'proq o material internetdan ilinadi. Internetda ilingan materiallar o'zinglar belgilik bugungi yoshlarimiz internetdan foydalanadi. Bizning gazetimizni o'qiydigan odamlar, cho'ng yoshdagi odamlar, o'rta yosh odamlar bo'lg'achqa, ular internetni bilmaydi. Ular to'liq gazet chiqqan materiallardan foydalanadi. Biz aşı materiallarını elip, gazete berimiz her ayda yangiliklarni
Köpçülük aşılan okup bizim razı boğadı, doğru geldi, razı boğadı da. Endi Uygur tarihi meseleleri üstüdü mü, ötüp ketken o atağılık Uygur'un alimleri, siyasşünaslar, şairler doğrultuk materyalını her yıl biriktirimiz. Mesela her yıl bir şairin ki, yazıcının ki yüzleyicileri bu vatıda ola doğruluk materyallarının eserlerini, ola doğruluk materyallarını da berimiz. Asal cihetten Kırgızistan yaşatkan uğurların hazırlık hayat doğrusu da materyaller verildi. Çünkü bir kegen yaşatkan Uygurlarımızın aldı 60 yıl kaldı. Yani burun yaşayanlar hesap almaya vaktimize. Kegenden kim bu? Bana uzanlığa belirledik. Bir adamın nurgun problemine bak. Mesela Kırgızistan'da bir Uygur mektep yok. Şunlaşka bizden prezidentlerimiz mesela çıkan hemisi Rus mektepte okudu. Rus mektepte okup onlarınki aldı Rus mektepten tutturup instituttan tüketti. Turmuş hayat fakat Rus dilden buludu. Yani bazı ailelerde çok adamla bulur dalır bu ailelerde Uygur dil aralışıp söyleşip gidiyordu da. Bırak yaşlarının bazı simlerleri olsa Fakatla Rus dilden öyle söyleşiyordu. Bu ahval bizni pek içimdirdi. Ama başka ittifak cemiyeti kurulgandan tatip Uygurlar köprek yerleşken mahallelerde, yüzlerde şu mektepten ki muadiyetlerle söyleşip Uygur sınıflarını açkan. Uygur sınıflarda şu muallimle vallaha Uygur dilini, Uygur yazıklarını ügütüyordu. Bırak bu degendek emes. Herhalde bu narsani bizning ittifoqning raisleri bo'lib mana artık hacim kelgandan beri bu narsani boshqadan ko'tarib xalqni safarbar qilib ko'proq Uyg'urcha sinflar ichib bolalarni ko'proq Uyg'ur til o'rganish tarafini qo'llayotdi. Yalnız Bishkek atrofida emas, yaqinda biz mana janubga berib keldik. Qishloq, O'sh, Jallobat o'zgarlarga. Aşağıdaki Uygur halkımızın uzun yıllardan beri Uygur mektepleri üyede bulmuşka, köpçülüğü Özbek mektepleri okup tili Özbek çok ketken. Mesela aşağıda mı şu halkımız biz özümüzün tilini ügensek, ballarımız Uygur tilini ügensek, ügensek degen arzuları var. Aşı nersinin emeli aşı için hazır ittifakın reisi artık hacim işlavatıdır. Yani bundan başka şu etip koyuş gerek, bizdeki Adbaşı, Narın, Koşkar rayonlarda mı Uygurlu hahallar var. Bırak ola kırızıp gitti. Ola özün Uygur dep hesaplaydı. Bırak olanınki tili, örf adeti Kırgızlardan alışıp kırızıp gitti. Yani o meseleler bizim aldığımız durdu. O mesele doğrusu mu artık hacim aşağılara bir planlavatıdı. Meyet kandak işler yürügüzümüz. Yani onu mu aldığımız kıldığı işlerimiz bizim nurgun etmek için de. Mesela GİS'nin rolü çok bu vatıdı. Çünkü GİS arkalık yaşlarımız mesela biz özümüzdeki Uygur için okamısı mı Kiril harfiyle yazılan makallarını atanları arkalık okup ügünüp aşın ügünüp atkan yaşlarımız var. Yani bu nerse devamlı şey verse yani atanların hayat atanlara bağlılığını kıldı. Bazı bizim tilin yoksa hep torlu vatıdı. Bu meselede biz hem başka turvatımız yani bir mesele bir yerde Kırgızistan hükümeti devlet dilde Kırgız dilini ügünüş doğrusu tecrübesini koyuyordu. Biz geçtiğimizde Kırgız dili ügünüş doğruluk mu derslerini bir vaktimiz. Yani bunda aytganda eğer bizim Uygur yaşlarımız Uygurçini yaxşı bilse Kırgızçını söylep keteleydi. Kırgızçını ügense Uygurçını söylep keteleydi. Kırgız dilinin Uygur dilinin farkı az demekçi ben. Bu şu iş üstüde mi bizim başka turvatımız herhalde bizim geçtiğimiz Uygur ittifakı geçti. Bu şu Kırgızistan'daki yetişet memleketteki bizden kıyımdaşlarımızın bugün gündeki ahvalini düşündürüşte, yani aşılağı getirişte özden bir kişi rolunu atqırıp kevadı deb etmekçi ben. Yani bir yerde bunda geçtiğimizde iki tilde çıkıyordu. Rus tili de, Uygur tili de. Uygur tili olganda Kiril harfi bilen, özümüzdeki Uygur Arap harfi bilen basımız. Endi bu Kiril harfi degenimiz baskınımızın sebebi ben bayda hep kettim. Kazakstan'da 2000 nüsha geçti alıyordu. Üyedeki köprek yaşlı kişiler Kazakistan Uygur mektepleri Kiril okup geçken onlar Kiril harfi de okuyordu.
Uyghur harfini okuyduğları özleri kızık öğrengenler olsa olar var. Yani bizim köprek çoğun adamlarımız, çoğun yaşlı, 30 yaşlı adamlarımız biz özümüzün konu Uyghur harfini okuydu. Orus tildikini diğerinde düşünüp getirmeyenler Uyghur tildeki çıkan makalalar kılıp köp narsani bilishga harakat qildi bildi demoqchiman. Endi biz Orus tili berayotgan maqolalarimiz birinchidan yoshlar uchun bo'lsa, ikkinchisi bizningki Uyg'urning tarixi, madaniyat to'g'risidagi materiallar orqali bizning gazetimizdan boshqa millatlar o'qib Uyg'ur tarixi, madaniyatini tanishadi. Shu maqsadni biz maqsad qilyapmiz. Bu to'g'rida biz ko'p nurg'un jurnalistlar bilan so'zlashdi. Shunday aytganda Xitoy manbalarida ularni samolyot qazo bo'ldi deb aytadi. Biroq bu yoqdagi chiqqan ba'zi ma'lumotlarda, yozilgan kitoblarda ularning o samolyot emas, boshqa o'lganligi o'zi ma'lum bo'lib qoldi. Bu narsa ochiq desak bo'ladi-da. Men burun bu to'g'riliq anchalik qilmagandim, biroq shu esir vaqtda bu to'g'riliq gap qilish mumkin bo'lmadi. Keyin esir yo'qolib ketgandan keyin bu masala o'zi ko'tarilib chiqyapti bu. Shu ko'proq masalan O'risniki olimlari Moskvada chiqqan bir qancha kitoblar bo'ldi. U kimniki kitoblari, undan keyin bizning Qahramon Xo'jamirniki Uyg'urlar degan kitoblari, undan boshqa aytganda Türkiye'de bir kitap çıkan, bu avtori asli Teşkillik Asımbaqı diye adamın yazgan kitabı, şu Asımbaqı öz vaktinde mesela 49 yılı Ağustos'ta Ahmet Efendim bu Sahibe General Abdülkerim Abbas planı açık olmadı sual sorak vaktinde esemlediğin kişileri. Bu yaktan Hakim Cabbar diyen kişi, o adam Gülcü'de varaşıp işlegen, asli bu adam esemlediğin kişisi tercümanlıkta işlegen iken, şu kişinin tercümanlık kılıp Olmutlu'da çakırıp aşağı sorak sualda şu adam tercüman bulup gelgen iken. Şu adamını keyin şu hayatın ahirki yılları oluş gerek, Asımbaqı'ga şu vakalarını aytıp gelgen iken. Şu asasda Asımbaqı hayat vaktida qonxo'rlik degan bir maqolani kitobni yozib qoldirib ketgan. O kitap keyin İstanbulda chiqdi, men taqaldi. Ana shu vaqtdagi ahvollarni qaragan vaqtida keyingi chiqqan kitoblardimi bularning faqat samolyot emas, Moskvaga olib borib o'ldirganligi o'zi ma'lum bo'ldi. Men bu yosh vaqtlarimda uni gumon qilardim. Keyingi shu tarix kitoblarini o'qigandan keyin men keyingi shu yozgan olimlarning yozgan maqollari, kitoblar qarab o'tirib, demak ularning haqiqatan samolyot emas, Moskvada atayin o'ldirayotganligiga men gumon qilmayman. Endi dadam 1922 yil tug'ilgan. Men 42 yıl oldu. Ben tolgan dadam 20 yaş. Dadamın şu gittiğin yılı ben 7 yaş vaktim. Dadamı yaxşı bilemen. Ben küçük kalsam mı keyinki vaxtlardaki izleyişler, kitaplardan başlayan ağırlıklarım asasında ben yani kayıt edilmenken olanı netqanda samolyot emas, Altay'ın verip yo'qotganlar ma'lum bo'ldi demoqchi. Men shuni qo'shilaman. Endi u vaqtdagi siyosat shunday bir siyosat bo'lgan, uni hammadan maz biladi. Esir davrida shu 44-49 yillar davrida ularning Uyg'uriston mustaqil davlat quramiz deb chiqishi o'z bir cho'ng qahramonlik deb aytish kerak. Uningga Xitoylar emas, Stalin boshliq Sovet hukumatining butunlay qarshi turgan. Sebebi eğer Uyg'uriston shu vaqtda mustaqil bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha O'rta Asiyodagi O'zbek, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakat xalqlar o'zi mustaqillik talab qildi degandan qo'rqib Istanbulga yo'l qo'ymadi. Mana hozir esir yo'qolgandan keyin aytganda esir hukumat parchalanib 15 respublika mustaqil davlat qurildi mana. Ana shuni bizning Ahmet Efendi'nin başlık burunki rehberlerimiz aşın arzu qilib etip gitti. Biroq bugungi kunlikda mana biz onu yetemizsek mi ama hemmimizning har qanday Uyg'urning ko'nglida ash narsa bor. Buning uchun O'rta Osiyodagi qiyinlash millatlarimiz mustaqil bo'lib ketdi. Biz nima uchun ahvol qilib qoldik?
biz bular hech qanday harakat qilmagan vaqtlarda biz mustaqillik talab qilib chiqqan. Qon to'kdik, necha inqiloblarni qildik. Biroq bugungi kunlikda Xitoy kommunistlari bizni yo'l qo'ymay, nabar bizniki qanday kurashlarimizni boshqacha burab, xalqarada terrorist deb qalpoqlarni kezib biz xalqarada biz yomon ko'rsatishga harakat qilyapti. Shu taraflarni biz yaxshi tushunamiz. Herhalde ben bugün kunlikda mayli Qozog'iston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, O'zbekiston bo'lsin, yoki Yevropada bo'lsin, bunday aytganda har bir mamlakatda qurilgan kichik mayli cho'ng tashkilotlar bo'lsin, ularning problem ishlayotgan tashkilotlar hammasi shu narsani birinchi ko'z tutadi. Bugungi kunlikda masalan biz Qirg'iziston ittifoq jamiyati dunyoda qurilgan Dünya Qurultayı Arabiya xonim boshliq Dünya Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ularning harakatlarini biz doim kesimiz yo'ritib turyapmiz. Shu tinchlik yo'li bilan biz mana maqsadga yetimizmi degan arzu umidlarni yashayapmiz. Mana siz necha kundan beri bizning mashayix oqsoqollarimiz bilan uchrashdingiz, suhbatlashdingiz. Shularni o'z vaqtida 18-20 yosh vaqtlarida qon kechib kurash qilgan qahramonlarimiz, vazirlarimiz shular. Necha minglar o'lib ketdi. Hayot qog'ozlari mana hozirgacha, bugungi kungacha shu umid bilan yashab ketyapti. Qolgan avlodlarmi biz shu Qirg'iziston yashayapmiz. Biz nima uchun bu Qirg'iziston xalqi o'xshash biz mustaqil hayot kechirmaymiz, chunki bizning davlatimiz bo'lmaydi degan masala hammamizning beshida turyapti. Herhalde bir kun bo'lsa bir kun bu narsa yetadi degan, yetimiz degan umidimiz bor. Endi bunda men boshlab ketdim, mening babam tarixchi bo'lgan Eminjon Bahovuddin degan kishi o'z vaqtida mana shu Chapchal rayonida Xonqay mazarda 1916-yili boshlang'ich maktabni ochgan. O'zi muallim bo'lib ishlagan. 1920-yili Qozonga berib, Qozon 1,5 yil, 2 yil turib, o'shadan o'qish materiallarini akilib, o'zim shan o'qib Sovetning o'qish programmalarini ko'rib, qaytib kelgandan keyin Chapchal rayonida bir qancha maktablarni qurdi. 33-yildan 39-40-yilgacha bu shu To'qistara Chapchal rayonini o'ta bir vaqtida Nazarg'o'janiki vaqtida To'qistaraning hokim Nazarg'o'jga shuningga birinchi yordamchi qilib bekitganda shu Xonqaymaza Chapchal rayonida To'qistarada bir qancha maktablarni ochgan. O maktabni ochgan to'g'risida vatan chiqqan jurnallar deyildi, kitoblar deyildi. Masalan, Eminjon Bahovuddin to'g'risida yeni tarixiy materiallardan keyin to'plamida 2-3 qatim beslab chiqdi. Ana shu Bahovuddinki yozgan ilmiy tarixiy kitobining qo'lyozmasi Urumchida bor hozir. Uning bir foto ko'chirmasini mening dadam Abshukur akam menga aytib bergan, oshnasi ishlayapman. Uningki bir glavasi shu 1881-83-yildagi ko'chkish to'g'ri yozilgan bir glavasini Xinjiang tazkiriy jurnalida chiqarilgan. 88-yil sonida. Shu jurnalni elib dastlabda shu bir glavasini rus tiliga tarjima qildim. Shu Rustam tarjima qilgan ko'chkishdagi material dadamning hikoya she'rlarini rus tiliga tarjima qildim. Shu asosda o'zimning mayda ilmiy maqolalarimni birlashtirib uchimizning nomida Dinastiya Uyg'urskiy intellektualov degan kitobni nashr qildim. Buni o'ris chiqishdagi sabab bunday bo'ldi. Hozirgi kunda bayman aytgandek mening bolalarim yoki bizning avlodimiz Sovetlar Soyuzida, Qozog'istonda, Qirg'izistonda yashayotgan o'rtoqlarimizning hammasining bolchaqisi rus maktabida ekanligi uchun ularga dadimiz Rumi to'g'risidagi tushunchani berish uchun avtobiografiyasini yozgan asarni, Vamniki, dadamning avtobiografiyasini, she'rlarini, hikoyalarini o'ris tiliga tarjima qilib, o'zimning ilmiy maqolalarim bilan uchimizni bir to'plam qilib chiqardim. Dastlabki endi bu mening orzuyim shu bo'ldi. Shu orqali mening bolalarim yoki navlarlarim, tuqqanlarimizning bolalari, bizning avlodlarimiz kim, ular nima bo'lib ishlagan, nima xizmatlarni qilgan narsani shu kitobda o'qib oladi. Yalnız ularlar emas, shu orqali mening
bizningki avlodlarimizning qanday odamdan ekanligini, millatga, xalqqa qanday xizmat qilganligini ash kitobdan biladi. Bu yer yalnız ularni asarlar emas, aşağı avtobiyografiyani kengri berildi. Hayatda qanday o'tgan, nima xizmatlarni qilgan, xalq qanday ishlarni bajarib o'tib ketdi degan asosda shular keng yozildi. Ikkinchi qadamda men buvamning ilmiy tarixiy kitobini ishlayapman. Xudoyim ursa yaqinda xalq ko'z ko'rdi. U uyg'urcha chiqdi. Endi bundaq men o'z dastlabda har kimning o'zining orzusi bo'ldi. Men başlab ketdim, Şinjan Üniversitesi'nde bir yıl okudum. Şu vaqtida o'qishni tashlab bu yoqqa chiqishdimi asos maqsad. Sev chiqib o'qiyman degan plan menda bo'lgan. Men sev chiqib abzat o'qishim kerak. Men chunki universitet tashlab ketyapman. Men shu maqsadimga yetdim. Biroq o'qishni tugatgandan keyin anglizkingiz shuna yangiz bo'ldi ekan, o'qishni tugatib olmaytab tugatgandan keyin xizmat ona iş bitmeydi. Millet nima qilish kerak, xizmat qilish kerak degan o'y menda keldi. Millet xizmat qilish uchun nima qilish kerak? Qandaqdir bir sohada ishlab, ashuni oxiriga chiqish kerak. Shu jarayonda men bayon deb ketdim. Bizning cho'ng oqsoqolimiz akademik Aziz Kamnarimov bilan tanishib, ashadam bilan maslahatlashib, institutga ishga kirib, aspirantni tugatib, ilmiy sohada xizmat qildim. Unda aytganda mening dissertatsiya temamni uyg'ur tilida bo'ldi. Uyg'urlarningki adabiyot tarixi bo'yicha bo'ldi. Masalan, 19-asrning 1-20-dagi Abdurim Nizari, Turdi G'aribi, Nurizaxin Ziyoyi ashlarningki asarlarindagi she'rlardagi asarlardagi falsafa ko'z qarashlarini men zashat qildim. Men bu zashatimni men aytganda o'chun aytish kerak, shu davrlarda yaşayan şairlarınki felsefe göz karşı yazılan birinci dissertasiya bulsam hatalaşmayayım. Bu türlü kullanınki edep ahlak tur göz karşı dolu kitap nesirden çıktı. Dissertasiyanın kitap çıkardım Rus dilida. Muhammed Sadık Kaşqari'ninki Edeb-bu Salih'in degan eser to'g'risida ko'p ishildim, bir qancha maqolalarni yozdim rus tilida. Shu narsalar hammasi rus adabiy jurnallarda yoki felsefe jurnallarda bir qancha maqolalar nashrdan chiqdi. Bu o'zimning xalqim va millatim bo'lgan xizmatim deb hisoblayman. Bundan boshqa universitetda Uyg'ur filologiya fakultetida 13 yil ishildim. Shu jarayonda ikkinchi bir kitobni nashrdan chiqardi. U bo'lsa Qirg'iziston Uyg'urlarining adabiyoti degan kitob. Biz bilan bu yoqqa yashayotgan Uyg'urlar ichida vatandan bu yoqqa chiqib Qirg'izistonga yashagan bir qancha shoirlarimiz bo'ldi. Ashaqda tonilgan shoirlar mashhur chiqib hayot kechirdi. Ularning yozgan she'rlari o'z vaqtida ayrim kitob bo'lmasmi, keyingi bugungi davrlarda ba'zilarining ayrim kitob bo'lib nashrdan chiqdi. Men shu shoirlarning hammasini, ya'ni 16 kishi shularning tarjimalarni, she'rlarini yaxshi she'rlarni qilib, Uyg'ur fakulteti uchun uchebnik qatorida Qirg'iziston Uyg'urlar adabiyoti degan kitobni nashrdan chiqardim. Bu birinchidan xalq sevib o'qidi, ikkinchidan buni biz universitetda Uyg'ur studentlar uchun uchebnik qatorida foydalandim. Mening bayqi maqsadim millatimga, xalqimga xizmat qilish degan niyatimning ba'zi narsalar hal bo'ldi deb aytaman. Ammo biroq hammasi talto'ksalda ichgan kishin, chunki oldinda o'zimni plan qilgan bir qancha masalalarim bor, orzu qilgan armonlarim bor. Ular bo'lsa birinchidan yo'riq chiqmagan buvamning ilmiy tarix kitobini yo'riq chiqarishim kerak Uyg'urcha. Ikkinchidan o'zimning yana bir qancha ilmiy maqolalarimni, ilmiy asarlarimni tayyorlab qo'yapman. O'lib ketguncha ashani yo'riq ko'rsa olsam, shu mening armonim bo'ladi. Bu bir. İkincisi eng chong armonimiz bugungi kunlikda biz xalqarada Dünya Uyg'ur qurultoyi orqali o'zimizning mustaqilligini talab qilib yashayapmiz, harakat qilyapmiz. Herhalde men hayot bo'lsam, ashuni ko'rib ketsam degan arzuyim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Shuning bilan bugungi Hayat Şahitler programımız bu şeyde yaklaştı. Aziz qarindoshlar, Akbarjon akaning hayat hikoyasini hammalar anglab o'tdik.
Ekbercan akının dadısının ölümü hemmeylenge biraz avval anlap ötkenimizdek, tarihi kitaplarda okunumuzdek, nayet sırlık. Meyli kayada ölgen olsun, Allah olanın yatkan yerini cennet kılsın. Ve Ekbercan akığımı uzun ömür ve salametlik dileyimiz. Keler kıtımlık Hayat Şahitler programımızda görüşkice aman bolunlar. Hayır hoş, keler kıtımlık sanımızı görüşeyle.